Hammaga assalomu alaykum. Eski nomi Yo'ju bo'lgan hozirda Yut universitetining sotsial psixologiya yo'nalishi magistrantiman. Qishki kanikulla tugab, ikkinchi semestrni ham boshlab oldik. Bugun bizda ikkinchi semestr birinchi darsimiz bo'ladi. Birinchi o'qish kuni qani qo'yishini davaysizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bugungi darsim obeddan keyinga qo'yilgan. Shuning uchun uyda bemalol yerimdan o'tib kelayotgan shunaqa peshni sochimni 8 yildan beri menga beminnat xizmat qilayotgan dazmolimni tartibga keltirib oldim. Shu yoshga kirib birinchi marta sochimni leshinkaga kestirdim. Jingalakli qilsam rasam o'xshab chiroyli bo'lib chiqyapti. Faqat bitta minus tarafi sochimni tekis dazmol qila olmas ekanman. Sochimni quvib kiyinamiz. Bugun o'qishni birinchi kuniga simple o'zbek bo'lib bormoqchi edim. Lekin buni kiygim kelmadi. Shuning uchun bugun skromni odamlarning ko'ziga tashlamaydigan kiyimda boramiz. Kiyim bo'lishim bilan sirazu yuzimga SPF surib olaman. Chunki bakalavrni bitirgan yo'nalishim beauty aesthetics bo'lgan, ya'ni xalq tilida kosmetologiya yo'nalishini bitirganman. Yoz bo'lsa ham, qish bo'lsa ham terimni quyoshdan himoya qilib yuraman. Endi Xitoydan zakaz qilgan Away atirlarni sepib olamiz. Har safar shu so'zni o'qisam shu ashula nimagadir esimga tushiradi. Bu atir menga eng yoqqan tarafi har soatda tako приятный hidlarga o'zgarib turadi. Endi gal bigujiga menga rahmat deyman, har safar cho'lkamni tako o'xshatib pishni qilib beradi. O'qishga nima bilan borish kerak emas? Sumka bilan. Sumkaning ichida birinchi o'rinda ID karta bo'lishi kerak. Hatto ID siz borsangiz bizani o'qishga kirgizishmaydi. Endi ikkinchi o'rinda power bank. Bu siz o'qishga borish, darsda azobda o'tirish degani. Har bitta qiz ichida pikmi odamchasi bo'lgan. Menda ham bor pishti rangli narsalar. Voy, men bu kartalarsiz вообще ko'chaga chiqolmayman. O'qishimni birinchi kuni hurmatini qilib salapallar olinmagan bloknot. Na всякий случайlarga perchatka itaroq. Всё, sumkam tayyor. Hammaga rahmat. Men o'qishga ketdim. Ko'chaga chiqishdan oldin kurtkalarni kiyib olamiz. Bu kurtkani adam menga 9-sinfimda olib berganlar. Kurtkam oversize stilda bo'lgani uchun haligacha yosh ko'rib kelman. Ko'rinishi voyenniy bo'lgani uchun har safar bitta o'qituvchim gaplari esimga tushiradi. Ikkinchi kurs paytim Toshkent praktikaga borganimda Rossiya Ukraina urushayotgan yil bo'lgan edi. Ustozim shu kurtkani kiyib kelgan paytda menga qarab, siz urushga ko'tarib olib ketib qolishmasin, tag'in ehtiyot bo'lib yuring" degan edi. Shu gaplardan keyin qaysi darslarda kech qolib kelganman. Dars bo'layotgan xonaga kirsam, sal qolgandek emas, siz urushga olib kelib bo'lishdi deb o'ylayotgandim. Shunaqa prikol qilganlar. Qor yog'ib bo'lib, quyosh chiqib, hammani har xil istivyaptimi deyman. Bir xil yo'llar loy, bir xil yo'llar hali ham qor. Loy qorqib, ko'chani boshiga chiqib, avtobus kutib, metroga tushishdan oldin pochtamga borib, pochtamni olib oldim. Ko'p narsa zakaz qilgan edim, lekin bitta shu naushnikim birinchi bo'lib ketdi. Kichkina naushnikni o'zidan 5 ta katta keladigan korobkaga solib jo'natib yuborishibdi. Xitoyliklar ham bir ajoyib xalq. Tovarimni olib, sraz metroga tushib ketdim. 4 kun oldin bir hafta imtihon kunlarim bo'ldi. Metro avtobus qilib o'qishga shoshib, hansirab yugurib yurdim. Mana endi spokойно yuradigan davrim keldi. O'qishim uyimdan uzoq bo'lgani uchun metro avtobus qilib o'qishga boraman. O'qishga kirishdan oldin korzinkadan narsalar olishga keyin boraman. Hatto korzinkaga kirmasdan o'qishga borsam, stoloviyda o'chi, terminal ishlamay qolib, internet ishlamay qolib, shunaqa bo'ladi. Buni ham o'ziga yarasha gashti bor. O'qishga kelishim bilan sirasili bilan simli naushnikimni raspakovka qilamiz. Bu naushnikni taqib shunday oynaga qarashim bilan 2016-yilga qaytib qolgandek bo'ldim. Birinchi semestrda darslarim faqat A zdaniyaga qo'yilyotdi. Ikkinchi semestrga bo'lsa A zdaniyadan tashqari B zdaniyaga ham darslar qo'yib berishibdi. B zdaniyani ham borib bitta havosini bilib kelishsin deshganda. Bakalavr paytim shunaqa xonalarga kirib qolsam, partalari ko'tarilib tushiriladigan partalarda shu ko'tarib qo'ygim kelaverardi. O'zi bu partalarni arxitektura yo'nalishiga moslab qilib berishgan. Chunki bir xil partalarning ustida kraska bo'lib turadi. Kстати, bizda birinchi para sotsial psixologiya darsi bo'ldi. Bu meni birinchi YouTube vlogim bo'lgani uchun sizlarga o'qishimizni kutubxonasi bilan tanishtirgim keldi. Bu kitoblarning nechidir foizi shu universitetda dars beradigan o'qituvchilar tomonidan yozilgan. Da, to'g'ri eshitdinglar, bizani ko'p professor ustozlarimiz kitob yozib, shodga qo'yib qo'yishadi, studentlar o'qisin deb. Xonamizni o'zi bo'lsa shunaqa katta, keng qilib qurilgan. Tanaffusdan keyin raspisiya bo'yicha xonamizni o'zgartirib oldik. Bu xonada endi 4 para hech qayoqqa chiqmasdan o'tiramiz. Har safar dars boshlanishidan oldin dars bo'ladigan xonada shunaqa ID uradigan joy bor. IDlarni urib, elektron davomat qilamiz. Bugungi darsda 2 para psixodiagnostika faniga kirish qismini o'rgandik. Bilsanglar, odam 2 soat bitta xonada o'tirursa siqilib ketadi. Shuning uchun tanaffus payti borib bitta havo almashtirib keldik. Qolgan 2 para darsimiz psixologiya of stress fani bo'ldi. Bu fanni ham kirish qismini o'rgan bo'lib, ustozimiz qolgan ortib qolgan vaqtlarimizga 3-4 xil eksperiment videolar ko'rsatib, o'zi nima maqsadda qilingan, bundan keyin nimalarda qo'llanilgan shularni gaplashib tahlil qilib o'tirdik. Psixologik eksperimentlarni ko'pini bilaman, ko'rganman deb yurgan ekanman. Lekin men umuman ko'rmagan eksperimentlarim ham bor ekan. Даже o'qituvchimiz qo'yib
o'tkazilgan eksperimentlarni bir ikkitasini umuman gruppamizda hech kim ko'rmagan, eshitmagan bo'lib chiqdi. Biz bu eksperimentlarni ko'rib, ular haqidagi ma'lumotlarni eshitib, bizga вообще прям nerealni zo'r informatsiyalarni o'zimizga oldik. Dars oxiriga yaqinlashgan sari voy dars qachon tugaydi deb o'tiruvdik. Shu eksperimentlarni ko'rib, qanaqa bir soat o'tib ketganini bilmay ham qoldik. Bo'ldi dars tugadi, hammaga ruxsat etsalar, bitta soatga qarasa vaqt tugabdi-da. Biz ustozimizga rahmat deb shunaqa uyimizga ketlagan. Rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Shunaqa, всем пока-пока.